Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Xo'p, bu men qo'qonliklar uchun foydali bo'lgan bitta kanalni reklama qilmoqchi edim. Reklama emas, tavsiya. Hop, bitta qo'qonlik ustalar deb nomlangan ekan. Umumiy o'sha qo'qonlik ustalar topish mumkin. Har xil soha bo'yicha отделка yoki fasadchi usta, shunga o'xshagan usta remont, uy remont, santexnik, shunga o'xshagan ustalar bemalol topish mumkin. Xudo xohlasa ko'pchilik qidirib qiynalib yurilmaydi. Nafaqat Qo'qon, shu atrof tumanlaridagilar ham bo'ladi ustalar. Yoki misol klient topishingiz ham mumkin, yoki usta topishingiz ham mumkin. Agar mijoz bo'lsangiz, usta topaverasiz. Usta bo'lsangiz, mijoz ham topsangiz bo'laveradi. Foydali gruppa ekan, shunga agar manfaatli bo'lsa tavsiya qilib qo'yapman, xudo xohlasa. Mana qidiruvi qo'qonlik ustalar 01 ekan. Mana hozir metdan ko'rsatamiz. Mana qo'qonlik ustalar 01. Shunaqa qidirilsa chiqar ekan. Xudo xohlasa foydali bo'lsa